Historical Reconstruction of Aryan X. Birinchi qism. Tarix haqiqati. Salom hammaga. Men ushbu YouTube videosini tomosha qilayotgan dunyodagi barchangizga salom yo'llayman. Men Aryan Hman. Uzoq vaqt davomida Sharq va G'arb tarixini tadqiq qilgan, ingliz, ispan, xitoy, mandarin va koreys tillarini tushunadigan hamda Aryan Hning tarixni tiklashi video kanalini yuritish orqali global tarix haqiqatlarini ochishda yetakchilik qilib kelayotgan insonman. Tarix va haqiqat. Tarix bu o'tmishda haqiqatdan ham mavjud bo'lgan faktlar yoki haqiqatlardir. Avvalo, men sizga katta bir taklifni o'rtaga tashlayman. Agar biz tabiiy deb qabul qilgan va hozirda ko'r-ko'rona o'rganayotgan millatingiz yoki dunyo tarixi o'tmishdagi ayrim yovuz kuchlarning adolatsiz qilmishlari va maqsadlarini yashirish uchun soxtalashtirilgan uydirma yoki yolg'on bo'lsa-chi, bu haqda nima deb o'ylagan bo'lardingiz? Siz o'rgangan tarixingiz haqiqat ekanligiga bor yo'g'ingizni tikib, ishonch bilan ayta olasizmi? Masalan, dunyo bo'ylab mamlakatlar va joylarning nomlari yerdagi yagona bir mamlakat tilidan olinganini bilarmidingiz? Nima uchun dunyodagi barcha mamlakatlar va joy nomlari bitta millat tilidan kelib chiqishi kerak? Va bu qaysi millat bo'lishi mumkin? Bundan tashqari, piramidalar, Kambodjadagi Angkor Wat, Italiyadagi Kolizey va Ispaniyadagi Algambra saroyi kabi qadimiy tarixiy obidalarning nomlari ham yagona bir millat tilidan kelib chiqqanidan xabardormisiz? Bu qaysi millat bo'lishi mumkin? Yevropa tarixining ibtidosi bo'lgan imperiyalar, Gretsiya va Rim nomlari ham bitta millat tilidan, ya'ni so'zlaridan olinganini bilasizmi? Bu qaysi millat bo'lishi mumkin? Siz mashhur K-pop jin ovchilari, K-pop Demon Hunters asarining voqealari bo'lib o'tgan haqiqiy joylashuvini va bosh qahramonlar kim bo'lganini bilasizmi? U K-pop deb atalgani uchun siz tabiiy ravishda voqealar Koreyada bo'lgan deb o'ylashingiz mumkin. Ammo asl joylashuv Koreyada emas, balki hozirgi Markaziy Osiyoda bo'lgan. Bunlardan tashqari, men yana son sanoqsiz savollar va misollarni keltirishim mumkin. Men o'sha tarixdagi bosh qahramonlarning asl kimligini sekin-asta ochib berishni va ular dunyo tarixi hamda irqlari bilan xuddi chigal ip kalavasi kabi qon yoki organik rishtalar orqali bog'langanligini isbotlashni rejalashtirmoqdaman. Insoniyat sivilizatsiyasi va siyosatining markazi. Hozirgi dunyo har bir davlat BMT deb ataladigan xalqaro tashkilot orqali organik ravishda boshqariladigan va bog'langan tizim ostida tuzilgan. BMT tashkil etilishidan oldin dunyoni bir butun sifatida birlashtirib turgan markaziy nuqta o'zak millat bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Biz hozir BMT tashkil etilishidan oldingi insoniyat sivilizatsiyasi va siyosatining markazi hamda uning asosiy ishtirokchilari haqida gapiryapmiz. Gorchi ularning tarix markazi sifatidagi mavjudligi bugungi soxtalashtirilgan tarixda unutilgan bo'lsa-da, men ular kim bo'lganligini sizga qat'iy qaror qildim. Va men insoniyat markazi mavjud bo'lgan haqiqiy joyni va u yerda yashagan odamlar kimlar bo'lganini oshkor qilaman. Skit oriylari. Dunyo tarixi davomida juda tez-tez uchrab turadigan bir guruh bor. Ularning nomi Skit oriylari. Ular kim edi? Ular sizning qoningizdan bir tomchi ham aralashmagan begona xalqmidilar? Yoki ular sizning ajdodlaringiz bo'lishi mumkinmi? Ular tarixda paydo bo'lib, to'satdan g'oyib bo'lgan xalqmidilar? Yoki ularning avlodlari bugungi kunda ham mavjudmi? Men ularning kimligini ham ochib beraman. Ushbu videoni tomosha qilayotgan barchangiz Skit oriylarining avlodlarisiz. Xyongu, Xunlar, Slavlar, Germanlar, Majarlar, Doriylar, Keltlar, Greklar, Rimliklar va boshqalarning kimligi. Men Yevropaga ko'chib o'tgan Xyongu va Xunlar Markaziy Osiyoda kim bo'lganligini va Yevropaga ko'chib o'tgandan so'ng qaysi zamonaviy davlatlarga asos solganligini ochib beraman. Shuningdek, Yevropa tarixida paydo bo'lgan Slavlar, Germanlar, Majarlar, Doriylar, Keltlar, Greklar va Rimliklarning barcha sirlarini fosh etaman. Kelgusi hikoya 12 yanvarda efirga o'tadigan ikkinchi qismdan boshlab muhokama qilinadigan mavzularni qisqacha bayon qilaman. Siz shu paytgacha bilgan tor, soxtalashtirilgan tarixda hech qachon his qilmagan kuchli shokni boshdan kechirasiz va ko'zlaringiz haqiqiy tarixga qayta ochiladi. Siyosat, madaniyat, sivilizatsiya va insoniyatning ibtidosi hamda markazi qayerda edi? Yer yuzining markazidagi etnik guruh kim edi?
Nima uchun dunyo bo'ylab mamlakatlar va joy nomlari mavjud bo'lgan bitta millat tilidan kelib chiqqan va bu qaysi millat? Tarixda paydo bo'lgan skit oriylari bugungi kunda qaysi davlatning fuqarolari? O'sha skit oriylari va Yevropa tarixining bosh qahramonlari bo'lmish greklar o'rtasida qanday qon qardoshligi bo'lgan? Ingliz va ispan kabi turli tillarning asosi bo'lgan dunyoning ona tili nima edi va u qaysi mamlakatni tili edi? Siyosat, madaniyat, sivilizatsiya va insoniyatning markazi bo'lgan mintaqaning haqiqiy tarixi qanday edi? Ushbu buyuk takliflarga asoslanib, men sizning haqiqiy tarixga bo'lgan barcha chanqog'ingizni birma-bir qondiraman. Ko'plab odamlar bilan bog'lanib, hayotda bir marta beriladigan ushbu imkoniyatga qo'shilishingizga chin dildan umid qilaman. Asosiy til ingliz tili bo'ladi va subtitrlarni har bir mamlakat tiliga tarjima qilish mumkin. Shuning uchun ulardan foydalaning. Agar biron bir muammo bo'lsa, iltimos izohlar yoki Google Mail orqali menga murojaat qiling. Google Mail manzili: aryanrealhistory@gmail.com. Hozircha har dushanba, chorshanba va juma kunlari Koreya vaqti bilan soat 6:00 da bittadan qism yuklanishi rejalashtirilgan. Agar xohlasangiz, keyinchalik har kuni yuklashga va'da beraman. Sizning obuna bo'lishingiz va layklaringiz bu sizning vijdoningiz va haqiqatga bo'lgan ishtiyoqi ifodasidir. Shuning uchun ularni unutmang. Keling endi o'tmishdagi barcha soxtalashtirilgan tarixlarni unutaylik va haqiqiy tarixning maxfiy eshigini ochaylik. Iltimos, 2026-yil 12 yanvarni eslab qoling. Bu K-History, K-Tarix.